Xo'p. O'rsinlar, omonsinlar jonlarim, qaliqlarim. Bugungi gapim to'g'risi qaliqlarim uchun endi nima deydi, tomonlar bir qaliqni o'zi biladi, o'zi taslimini oladi. Bugungi qaliqni tushgan sharoitiga yo bugungi qaliqni qolgan ta'nalariga. Men ancha vaqtdan beri ki professional tarix bilan shug'ullanib kelaman. Professional tarix bilan shug'ullanib kelaman, qaliqlarim. Şu zamonga, şu vaqtga men hammasini o'rganib keldim va o'rganib ketyapman qaliq tarixini. Endi shu zamonga davr bizni ko'chmanchi dedilar. Biz xafa bo'lmadik. Chunki biz bilmaydik o'z tariximizni. Biz o'ylaydikki, bular to'g'ri aytadilar bizni. Biz shoyat ko'chmanchimiz sho'rlarga degan xayollar bilan yashab keldik. Neki bu tomoniga ham bu barodarlar xafa bo'lmasin. Men tarix o'rganish bo'yiga shu narsalarni ko'rdimki, asta bular ko'chib kelgan ekanlar bu yerga. Biz ko'chmanchi emas ekanmiz. O'zi asl ko'chmanchi bularlar. Neki qaliqni yo'q qilish protsedura deylik, nima deylik? Qaliqni yo'q qilish bu 100 yillik emas, bu necha 100 yilliklarni orasiga o'zi asta har bir qadam etapdan qaliqni yo'q qilish kelishni yo'q qilib kelaverdi. Bir sababi qaliq maydonga o'z haqqini chiqib so'ramadi, tarixini bilmadi. Endi SSSR yo undan oldingi paytlar, undan keyingilar ko'p paytlarga kelib tarix o'qish bu narsalar qiyinroq edi. Qaliqlar bilmaydilar o'zlarining tarixini. Shu protsedura keldi shu chenga davr. Endi bugun ham mana shu internet va mana shu dunyo shu internetga joylashganlar uchun bugun shu narsadan foydalanib men ko'p tarix topdim, tarix o'qidim, tarix ko'rdim. Ki bugungi biz yashayotgan yerlar Tojikiston deb nom olgan yer bu asl o'zi qaliqni yeri. Biron daxl bularga yo'q. Bular ko'chib kelganlar asta men har bir etapna kelgan yillarini, asrlarini men dokazat qilib tarixdan bera olaman har bir tasiga. Xulos olib qarasaklar, ya'ni ki Fors o'zi asl, bularki o'zlarini Fors deydi. Fors o'zi asl qaysi joylarga bo'lgan. Ya'ni bu joylarini qaraymiz. Tarix bo'ylab qarasak, joylari. Balx, qargadi bu Balx, Afg'onistonga, nari tomonga Balxga bo'lganlar. Samarqand, Buxoro, Sug'd. Yana ki Forsi gapiraydigan odamlar tarixlari bilan aynan Eron, Balx, Samarqand, Buxoro, Xo'jand Forsi gapiraydigan odamlar. Keyin tepa Badaxshonga bo'lganlar. Ular ham endi hozir o'zlarini bizda tili Fors emas, boshqa bir tilga bog'liq deb aytadilar. Endi bilmayman men, chunki ular bilan hali uncha tarixga borgan yo'qman u tomonlarga. Sal o'qib chiqqanman ularning tarixlarini. Xulos. Ya'ni ki bu hozirgi Tojikiston deb turgan joyga bu yerga bo'lmagan forslar.
birta ikkita bo'lishi mumkin. Ko'p joylarga bo'lishi mumkin. Xitoyga bo'lishi mumkin. Boshqa davlatlarga, Amerikaga bo'lishi mumkin. Bu ma'nosi yo'qki, bu yerga bular rahbarlik qilganlar. Bularning yeri bo'lgan degan narsaga men tarixdan topmadimki, shu yerlar Tojikistonniki yoki bilmayman forslarniki bo'lganini. Bu yer biron vaqt o'sha qaysi shu aynan Somoniy hukumat qilgan vaqtga mana shu Hisor, mana shu Dushanbe, Hisor, Xujand, Panjakent shu o'rtalarni qaysi bir 15-20 yil orasiga olgan, hukmronlik qilgan. Lekin bu ma'noni bermaydi 15-20 yil hukmronlik qilgan insonni bu yeri deb. Men buni tarixdan dokazat qilib beraman, qaygisi kelsin tarixdan. Ki bu yer asl allin Xitoylarga taalluqi bo'lgan bu yerda. Xitoylardan qalliqlar olganlar. Xitoydan qalliq olgan bu yerlarni. Buni o'zini olgan yillari ham bu, tarixlari ham bu, har birtasini o'zini mana shu nima deylik? O'zini o'sha brilliant tarixda o'zini joylari bu, qaysi yil kimga o'tdi, qara o'tdi, kimga o'tdi. Bu narsalar o'zi hammasi xo'shro'y tarixga bor narsa. O'shaning uchun bu insonlar etapni qalliqni yo'q qilishdan, chunki qalliqni allatib, sodda qalliq allatish mumkin. Ishani qalliqlar, oshno, tog'a, jiyan deb etapni qalliqni yo'q qilib keldi. Bu narsaga xuddi qalliq o'zi ham ko'p o'zini hissasini qo'shib kelgan bugunga davr. Bugunga davr agar qarasak, mana shu harbiylariga, mana shu kerakli joylarga, shu eng past joylarga, davleniya olib keladigan joylarga kimlar qalliqlar ishlaydilar, laqaylar qalliqlar ishlaydilar. Asta shu zamonaga keldiki, bugun qalliqni o'sha qadimdan kelgan nomlarni ham o'chirishni boshladilar. Men nomlari bilan dokazat qilib beramanki, bu yerlar azaldan qalliqniki edi. Agar forsniki bo'lganga bu yerlarga forsi nomlar bo'laydi. So'g'dak, mana Buxorodak, Samarqandnak, olaylik, mana Eronnak, bu yerlarning nomi forsi bo'laydi. Xo'p, boshlaymiz nomlaridan. Qo'rg'ontepa. Qo'rg'on bu maqbara deydilar. Ya'niki o'sha Qo'rg'on. Bu to'g'ri qalliqning nomi. Buni saligina iskajat qilib Qirg'antepa dedilar. Ag degan harf yo'q, Qirg'antepa dedi, mayli. Iskajat qildilar. Ketamiz. Qoratog'. Qaratog' deydilar. Qoratog'. Nomlaridan ketamiz. Qorayog'och, Qayrag'och deydilar. Qorayog'och. Qishloqlarning nomi ketamiz. Ko'l-ov, ya'ni ko'l. Bu bo'rdiki. Bu tomondan qora nima nomi nima edi? Xo'p, Qoratog'dan baq qarab ala nomi yodimdan chiqdi. Qo'yib edim shu Facebook'ima, nomi yodimdan chiqdi. Qorategin. Buni Qarategin deydilar. Qorategin o'zi asli. Qorategin degani, tegin degan so'z aslan qalliqlarga, o'sha zamoniga qalliqlarning shoxlarini mana shu kichkinalari tekkan o'sha yosh o'g'lilarini, nevaralarini, mayda-maydalarni
ularni titullari, zvanilari tegin bo'lgan. Tegin. Ularni tegin deganlar. Qora bu bilasizlar o'zi Qoraxonlik davlatidan Qoraxonlik, Qora tegin. Ya'ni ki Qoraxon va Qoraxon shohi Qora tegin. Ya'ni agar forsisiga olib qarasak, shohu shoh pisar deydilar-ku. Qora tegin bu shoh pisar degan so'z. Agar forsisiga olib qarasak, shoh pisar deydilar-ku. Qora tegin bu Qoraxon shoh, Qora tegin bu shoh pisar degan so'z. Ya'ni o'sha shohlarni, o'sha glavniy insonlarni nevaralari, o'g'illari, maydalarni shohzoda degan so'z. Shohzodalar deydilar-ku. Shohzodalar. Shu shohzoda deganlar tegin degan so'z bu shohzodalarga ishlatilgan. Shohzodalarning o'g'illarining titullari tegin bo'lgan. Tegin. Teginzoda, teginlar degan. Kimni bu tegin? Ya'ni ki buni o'zini o'sha xit o'zi turk tiliga, qalliq tiliga kelsak, buni ikkita, uchta varianti bu o'zini, uchta varianti bu. Tegin degan bu ana ittik, tez degan, ya'ni tez ittik uchi cho'qir degan narsani ham tegin deganlar. O'shaning uchun bu zvanilar shohlarning o'g'liga, ya'ni ittik, uchi ittik, o'sha o'risiga ostri deydilar-ku. Moshni ostri deydilar-ku. Mana shu degan narsa shuning uchun mana shu tegin bo'lgan. O'sha shohlarni, bolalarni titullari tegin bo'lgan. Qora tegin degani bu shoh pisar degani so'zi. Bu mintaqalarni ham o'sha mana shu shoh pisarlar deb qo'ygan, o'shalarga bo'lganlar, yashaganlar. Buni faqat arxeologik raskopkalar bu narsani dokazat qilib beradi. Men Tojikistonni 90% nomlarini qarab hammasini topib, mana shu kovlab tarixinan, kuninan, yilinan, oyinan bugungi Tojikistonning yerini, ki bular bizning yer deb turgan joyda, men sizlarga etapni aytib beraman hammasini. Agar qaysi da'vo qilayotgan bo'lsa, qaysi tarixiy yozgichi, men asnodlayman, dalil, faktlayman, etap dokazat qilib beraman har birtasini bo'ynilariga qo'yib. Nimaga deganga, o'zi oddiy olib qarasak, hech vaqt bo'rlar forsni yeri bo'lmagani, oddiy olib qarasak, forslar bo'ra yashamaganlar. Bu o'rtalarga yashamaganlar forslar. Nimaga deganga? Chunki bo'rlanmasi yerlar Qoraxonliklarning yeri bo'lgan, qalliqlarning yeri bo'lgan. Bundan allin Qoraxonlikdan allin qalliq kaganati, bo'rga qalliq kaganatiga tegishlik bu yerlar o'sha qalliq kaganatiga tegishlik bo'lgan bular. Ya'ni Xitoydan ikkalasi shu yerlarni kontrol qilganlar. Savmesna kontrolga bo'lgan bu yerlar, targov yerlar uchun. Men tojiklarni yoki forslarni desak aniqroq, forslarni o'zi asl makonlari bu. Asl makonlari. Faqat qaysi makonlarga asl forslar bo'lgan. Bu narsani tarix dokazat qilib beradi, men emas. Tarix dokazat qilib beradiki, forslar makonlari falon joylar bu forsi makon deb. Biron xaritani biron joyiga bugungi Tojikistonning yeri forsning makoni deb aytilmagan bu narsa. Lekin men 100 ta joydan topdimki, bu joy, ya'ni Qoraxonliklarning yeri. Bu yerlar, bu joylar, bular Qoraxonliklarning yeri deb men 100 ta dokumentim bu topganman. 100 ta joydan. Birta ikkita emas. 100 ta joydan asr-masridan olib kelib dokazat qilib beramanki, bo'rlar Qoraxonliklarning yeri bo'lgan. Forsning yeri emas. Ya'ni Qoraxonliklar kim? Bular qalliqlar. Kaganat qallig'idan dinastiya Qoraxonlikka almashgan, ya'ni государство, ya'ni переименовать qilganlar государствoni Kaganatdan Qoraxonlik xonstvo, davlat.
O'shaning uchun jonlarim, bu yerga sizlarni birontalaring ko'chmanchi emassizlar. Bu yer iskonna ota bobolaringdan merosi sizlarni yeri Qalliqlar. Men bilaman bu qancha meni o'ldirish uchun, meni yo'q qilish uchun, meni og'zimni yopish uchun qancha hozir yo'l kovlayotdilar bular. Qancha yo'l kovlaydi. Bir qallig'im chiqdi, o'zimni qallig'im menidan saligina gapirib aka deb. Keyin shu senga nima kerakdi aka deb menga shu savolni qo'ydi. Ki senga nima kerakdi mana shu qilayotgan ishing dedi. Men unga shu birta tushuntirib berdim. Shu gapni sizlarga ham aytmoqchiman har birtalaringga. Ki menga nima kerak edi shu ishni qilish. Men Qalliqman. Meni tarixim bor. Va bu yer meni yer. Aslan ota bobodan o'tib ketgan kagan bobolarimizdan meros qolgan yer meni yerim. Bu menga daxli bu, bularga emas. Bular etapna ko'chib kelganlar. Men bularni hammasini isbot qilib beraman. Bu bir. Bu yerga kelding mayli. Birga yashash, do'stlik yashashdi joyiga bizni boshimizni silav, ko'timizdan tiqdilar asta-asta. Yo'qotdilar etapna yolg'on tarixlarni yozib, go'yoki bularniki, bularga daxli bu yerlar bularning yeri deb shuni etapna Qalliqni yo'q qildi. Lekin Qalliq o'zi yo'q bo'lib ketmadi-yu. Qalliqni ko'pi nima bo'ldi? Siraza o'zini boshqa millatga o'girib oldi. Go'yoki u boshqa millatga o'girib olsa o'zini, uni yashashi yaxshiroq bo'ladi degan maqsadni. Meni qilgan ishim faqat dunyoga men buni isbot qilib berdimki, 21-asrga davr Qalliq tirik yashadi degan so'zdi. Bundan keyin sizlar o'lasizlar, yo'q bo'lib ketasizlar, millatlaringni alishtirasizlar, nima qilasizlar, qilmaysizlar. Men o'z qalliqlik vazifamniki 21-asrga Qalliq, 5-asrdan 21-asrga Qalliq nomi bilan yashab kelgan Qalliqni men bugun tirikligini ko'rsatdimki, dunyoga tirik va bu yer Qalliqning yeri. Biron forsga daxli yo'q. Na eronlik forsga, na boshqa forsga. Bugungi Xatlondagi yoki Dushanbe boshqa joydagi forslar, bular priejdi forslar, bular etapna kelganlar, bular bir qismi Erondan kelganlar, bir qismi boshqa joydan. Asos bular arablar bilan qo'shilib kelgan forslar. Chunki Badaxshon, Sug'd bu tomonning forslari birontasi bir-biriga o'xshamaydi. Na qoni, na rang ro'yi birontasi o'xshamaydilar. Mana shu narsa konkretna dokazat qilib beradiki, bular priejdilar. Etapna kelgan narsalar. Bugun bularni agar o'zlarini priejdi kelganini aytsanki, sizlar priyejdisizlar desang, bugun seni ustingga zo'rlik qiladilar. Seni o'ldirishga ham tayyorlar, yo'q qilishga ham tayyorlar. Qancha dunyodagi bor yo'q tuhmat bo'lsa, seni bo'yningga ortishga tayyorlar, so'kishga ham tayyorlar, urush qilishga ham tayyorlar, hamma narsaga tayyorlar. Faqat Qalliq bo'lsa murdini mushrug'i oqib, o'z tarixini egalik qila olmadi, o'z meros yerini egalik qila olmadi. Bugun o'z qo'li bilan o'z ota bobosidan qolgan meros yerlarni nomlarini ham olib kelib turib forsiga almashtirishga, o'zlari qo'liga avtomat ushlab turib gapirgan odamlarni og'zini yopib, ularni allatib, sizlar bizni jiyani bo'lasizlar deb allatib, sizlar bizni jiyani bo'lasizlar. Dushman seni jiyaning, seni tog'ang bo'la olmaydi. Ya'ni shu narsani Qalliqlar yodlardan chiqarib, asl narsani nima qildilar? O'z vatanini ham berdilar,
öz yerini ham berdilar, öz istoriyalarini ham berdilar, öz madaniyat, qurut, bugungi qurutov deydi natsionalniy tojiklarni ovqati. Bu biron natsionalniy ularniki emas, to'g'risini aytaman. Men istina qurutovlarni, boshqa narsalarni istinalarini men dokazat qilib beraman har birtasiniki. Bu narsa ta'lig'i bu. Bu narsa kimniki? Bu narsa qalliqniki. Men buni har birtasini etapna, birinchi, ikkinchi, uchinchi etap birinchi, ikkinchi, uchinchi etapi bilan men dokazat qilib beraman. Bugun qalliq madaniyatidan qoldi. Qalliqni madaniyatini oldilar, o'zlariniki qildi. Farhanglarini olib o'ziniki qildi. Aytgan taomlarini olib o'zlariniki qildi. Chakanni ham isbot qilib berdim, olib o'zlariniki milliy qildilar. Qalliqni bugun asta shu yerlar nomlari, ota bobolari qo'ygan nomlarni ham bugun qalliqli o'zlari mana bu yerlarga bir tunikani toqib olib turib, jiyan deb allatib, o'zingga kulib, ko'tingga sikib turib, yeringni nomlarini ham almashtirdilar. Sen bo'lsa qo'lingga doira olib, tog'a deb o'ynagin. Asta ko'tingga tog'ang sikdi, darak topmadingki, qandoq seni o'zingga kulib turib, ko'tingga sikib yordi jiyan deb. Sen bo'lsa, bu tog'a ekan. Bu bizni tog'amiz ekan. Biz qardan bular bizni tog'asi bo'lar ekan. Qaysi turkka fors tog'a bo'laydi? Qardan olding bu gapni? Qaysi qalliqqa bu tog'a bo'lishi mumkin? Ya'ni etapna. Men istoriyadan aytaman. Men Xo'jand yerlariga pretendovat qila olmaymanki, bu qalliqni yeri deb. Nimaga deganga? Xo'jand bu bor edi. Ammo 300 yil qoraxonlik vasalasi bo'lgani, men buni oshkora aytamanki, ochiq. Xo'jand bu qarib 300 yil qaramas, aniq 300 yildan ko'p qoraxonlik vasalasi bo'ldi. Ya'ni qoraxonlik davlatiga podchiniyatsiya qildi. Tamom. Qoraxonliklarga. Buxoroni ham ayta olaman, 300 yil qoraxonlik davlatiga bo'ldi. Samarqandni ham ayta olaman, 300 yil qoraxonlik. Lekin men bu yerda aytmayman, bu qalliqni yeri deb. Men Badaxshonni ham aytamanki, qalliq vasalasi bo'ldi qoraxonlikka, podchiniyatsiya qildi. Lekin aytmayman, bu qalliqni yeri deb. Chunki bir narsa bu, vasala bo'ladi ki, u yerda Karinnoy o'zini qadimi odamlari bu. Va bir narsa bu o'zingning yering bo'ladi. Bu vasala bo'lmaydi. Buni olasan qo'l, bir tani qo'ldan. Shu uchun men ayta olmayman Badaxshon bu qalliqlarning yeri deb. Men ayta olmayman Sug'd qalliqlarning yeri deb. Bugungi Xo'jand Sug'd ayta olmayman bu qalliqlarning yeri deb. Chunki bu Sug'dilarning yeri. Men buni tojikga ham yeri demayman. Sug'dilarning yeri. Samarqand Samarqandilarning yeri, Buxoro Buxoroliklarning yeri. Men buni ayta olaman. Neki bu tojik nomi ham o'zi keyin kirib kelgan nom. Keyin yasalgan nom. Asta. Neki mana bu qolgan mana shu Xo'jandni Perevalidan u tomoni to mana Badaxshonlarning tayinan bu tomondan bu konkretna qalliqni yeri. Bu yer konkretna qalliqni yeri. Bugun qalliqni pasportiga Tojikistonga qalliq yozmaydilar. Buni sen yaxshilab ikkita quloqingdan eshitib ol. Agar tirik bo'lsan qalliq biron joyga, birontalaring tirik bo'lib qolgan bo'lsang, o'lgan bo'lmasang. Lekin bugun men sizlarga aytaman, bu yer sizlarning yeri. Men tarixni. Chunki sizlar o'qimaysizlar. Sizlar murdalarning mushrug'ini o'qib yuraysizlar tog'a deb. Tog'am bo'laykan, meni tog'am bo'laykan. Bilmadingki tog'alaring itarib yubordi orqalaringdan. Bir qaradingki ko'tingni qoni oqib ketdi itarganiga.
Çünkü nomingni o'chirdi. Qo'lingdan yeringni tartib oldi. Asta olib kelib mana nomlaringni ham yo'q qildi. Va seni haq bermadi sen bir millat bo'lib yashashingga. Chunki seni millat yo'q deydi. Pasportni stolga bu aytmenga qalliq yozib edi. Aytadi bunog'in millat yo'q deydi. Neki yo'q millatdan bor qilila, bor millatdan yo'q bo'lgan sen qalliqsan. Sen qalliqsan. Men buni ochiq aytaman. Xafa bo'ladilar, xafa bo'lmaydilar. Faktingdan men isbot qilib, dokazat qilib beraman bu narsalarni. Tarixdan dokazat qilib beraman. Bir tarixdan olib kelib dokazat qilsalarki, bu yerlar forslarga talig'i bo'lgan deb. Bir tarixdan. Samarqand bo'lgan, Buxoro bo'lgan, So'g'd bo'lgan, Pomir bo'lgan tepa. Neki bu yerlar qolgani birontasi forsga talig'i bo'lmagan bu yer. Bu yer qaliqlarga, xitoylarga, qaliqlarga, tag'am qaliqlarga, qaliqlar qo'rqonliklar bo'ladi, qaliqlarga talig'i bo'lgan yerlar. Bu hammasi. U tomonini qalig'im o'zing bilasan. Dalshi deb, tog'a deb yuravergan, aniq sen iskinni shuni jiyani bo'lib qolasan. Zo'r jiyan bo'lasan. Neki asrlaynan-ku shuni programmaynan keldi-da bu narsa. Programmaynan. Innamadi seni qo'ydi, o yuravergin. Ketavegin asta, o bo'lavergin. Keyin bo'ladi etapni, bo'ladi. Sen narabo, berabo. Seni asta jiyan deb itarab yubordi ko'tingdan. Chunki sen tarixingni bilmading. Senga haq bermadi tarixingni qilsang, o'zlariga tarix so'zladilar. Senga haq bermadi tarixingni. O'zlariga nom so'zladilar, senga nom haq bermadi. O'zlariga millat so'zladilar, senga millat haq bermadi so'zlashga. O'zlariga davlat so'zladilar, seni yeringa. Neki bir oblastda avtonomni Qarliq oblasti deb qo'yishga senga haq bermadi. Chunki sen noming bo'lish kerak emas. Chunki bir odamni yerini olish uchun, bir odamni joyini olish uchun uni yo'qotishing kerak. Bu 1 yillik yo 100 yillik programma bo'lmaydi. No Amerikada asta bir Amerika quvvatlan oldi. Lekin ko'p davlatlar bu tarix bo'yiga shuni asta boshqa odamlar kelib kirib, bularni asta to'g'ajiyan qilib yo'qotib yorib almashgan davlatlar bu. Ana o'sha davlatlarni birtasi mana bugungi sen yashayotgan qalliq davlat. Tog'alaringdan yashayotgan davlating. Bu tog'alaring asta seni nima qildi? Ko'tinga loy shuvadi. Shu tuflamasdan itarib yubordi ko'tinga ki senin millatingni nomini haqqini bermadi. Ki sen 500 yil qalliq davlati bo'lgan. 1 yil emas, 90 yil emas, 100 yil emas, 200 yil emas, 300 yil emas, 500 yil qalliq davlati bo'lgan davlatni. Qalliqki Sinziyan Xitoydan to mana bu Afg'onistonni bir qismlariga davr qalliq davlati bo'lgan qalliqni bugungi shuncha qolgan o'sha bir rayoni bo'lish kerak bugun. Qalliq davlatini bugungi Tojikistonning yeri zamoniga qalliq davlatning bir rayoni edi. Bir rayonchasi edi. Maydagina rayonchasi. Chunki Sinziyandan Afg'onistonga kelayotgan yerda bir rayonchasi bo'laydi. Bir nima deylik? Ana bir mol boqaydigan joyi edi. Bir mol boqaydigan joyi edi. Lekin shuni ham ichiga kelib bugun qalliqqa nom qolmadi. Qalliqqa yer qolmadi. Qalliqning nomlarini ham yo'qotdi. Bugun sen qalliq pagonni nabiringa toqqin, bugun tog'anga xizmat qil endi. Qolganing yo'q bo'lguncha tog'anga xizmat qil. Shu uchun jonlarim, meni bu qilgan ishim, bu narsalarim o'z huviyatimni bilgandan keyin meni boshqa aslan tek qo'ymadi. Men o'zimni bilgandan keyin
tarixni bilgandan keyin men kimman bu kimligini bilasizlar. Meni dunyom almashdi. Meni dunyom almashdi. Ki bizga agar biz to'g'a jiyan bo'lganga bizga o'z barobarlari jiyan aqalan o'zi ham bo'lmasa jiyan barobariga bizga haq berish kerak edi. Biz jiyan barobariga biz millat bo'lishimiz kerak edi. Jiyan qatori biz bir oblast, Qalliq oblasti bo'lish kerak edi, hech bo'lmaganga. Bir oblast bugun Xatlon masu bir aqalan Qalliq oblasti bo'lish kerak edi. Jiyan qatori. Men biron joyga ko'rgan yo'qman tog'a jiyanni ko'tiga bu darajaga sikib yorganini. Neki sizlar jiyanlarni bu tog'alar sikdilar. Tuflamasdan itardilar ko'tlaringga. Hozirga davr yana tog'am deb yuraysizlar. Ular sizlarni jiyan deb qo'yadi ko'chaga ko'rsa. Tamam sizlar tog'a ana tog'alaringni qilgan ishlari ana holga tushgan jiyanlaring sizlarniki. Yaxshilar Qoraqo'rg'on davlatini, Qalliq kaganatini, tarixini kirib har bir tang internetga dostuplaring bor. Rossiyagasan, qargasan, Amerikagasan, Yevropagasan, qarga bo'lsang farqi yo'q. Har bir tang dostupi bor. Kir birta har bir istochniklarni qog'ozlarga yozib olgan, daftar qilib. Har birtasidan kirib birtasiga kirsang 10 taydiga istochnik topasan. Kirib har birtasini o'qib chiqqan, kovlab chiqqan, sen kimligingni o'zing bilasan uchenga. Kimligingni sen o'zing bilasan. Bugun asta axirga olib kelib bizni ko'chmanchi chiqordilar. Bizni tilamchi chiqordilar. Bizni bilmayman bir sag'ra chiqordilarki, bizni bular boqib olganlar, nom berganlar bular. Neki asl biz bu yerga ko'chmanchi emasmiz. Asl bu ota bobolardan merosi qolgan Qalliqning yeri. Ota bobodan mana shu Sug'di Perevaldan bu tomon, u tomoni to Pomerdi tayiga davr. Pomerlan tayi bu tomon. Bu tomoni Afg'oniston. O'sha granitsasiga, o'sha Afg'onistonga davr. Bular hammasi Qalliqning yeri. Hammasi Qalliqning yeri. Va aytmayman bo'ri keldi, bo'ri emas, hammasi ot ido Qalliqning yeri. Ot ido. Etapna keldilar bular. Etapna bo'ra forslar keldilar. Bir arablar bilan keldilar, undan keyin keldilar. Avval arablar, keyin tag'in pereseleni bo'lib keldilar. Keyin bular asta keldilar. Nima uchun degan? Ota, ocha, momo, bobo kelib keyin bu so'zlarni qabul qilib, eminna shu joylarga shu narsalar nima bo'ldi? Ota, ocha, bobo, momo, opa, uka, aka bu narsalar kirib keldi. Bular kelib keyin qabul qilib oldi. Yerlarni ham ot ido nomlari, chunki ular u zamonga yerning nomini almashtira olmaydilar. Bu nomlarni nimaga deganga? Buni alishtirish qiyin edi uchenga. Uni alishtirsalar, o'sha chenga to'ra kelib urush bo'lib ketaydi-ki, sen nima qilyapsan bu yerda nomini nima deysan? Chunki bular uchenga kam edilar. Bular asta Sug'di ham tojik qildilar. Kitoblar yozishlar bular bildilarki yozishdi, o'sha allangi shoirlar va yozganlar bildilarki bu qancha yozishdi ta'siri bu. Men Sug'di istoriyasiga ko'rib keldim. Biron Sug'di allangi shoirlari men tojikman degan so'z yozilmagan. Men Sug'diman deb yozilgan yoki Sug'd deb yozilgan. Biron joyga tojik yozilmagan. Yoki xidiki Samarqand, Buxoro. O'sha asl qadimlarini qarab kelinga biron joyga men tojik deb tojik deb yozilmagan. Bu narsalar hammasi o'sha keyin 9-asrlardan keyin o'sha ham tojik demaydilar. Bu 11-asrlardan keyin 12-asrlarga 13-chi keyin kam bu narsalar kirishdi boshladi. Konkretna 15-16-asrga bu nomlarni yozishni boshladilar. Uje
shoirlari chiqdi. Uje asta propagandalarni boshladiki, hech kimga kerak emas edi bu propagandalar. Chunki asta boru Samarqandini kallasiga kirdi bu narsa. Boru keyin asta Buxorolikdi, keyin pokoleniyalari almashuv boshladi. Shundoq keyin maktublarni oldilar asta, keyin she'rlar boshqa. Keyin bu narsa to'kilib, keyin sug'dilarga kirib keldi. Bugun sug'dilar o'zlarini biz tojikmiz deydi. Lekin asl hit o'sha sug'dilarga ham o'sha haq yo'qki o'z tarixini bilsalar. Bugun internet bu agar sug'dliklar o'z qadim sug'diyona tarixlaridan qaytib qarab kelsalar, voqean oxiriga kelib chiqadi bu tojik emas. Yoki bu tojik degan so'ziga to'g'ri kelmaydi bu. Yoki Samarqandlik yo Buxorolik. Agar shular o'zlarini qadim tarixiga o'sha 10-11, 12 9, 8, 7 asrlarga kelib qarab chiqsalar, 15-asrga davr, 15-16 asrga davr qarab chiqsalar, Samarqand, Buxoro bular birontasi o'zlarini tojik demaganlar. Bo'lmagan bu narsa. Yo'q narsa. Bu keyin bu tomonlarga kelib almashdi. Bu narsaga eng yaxshi yordam qilgan narsa hali bular O'risdan buncha noliydilar. O'risda bir eng zo'r programmasi bo'lgan. Eng zo'r programma. Men sizlarga shu programmani aytib beraman. Har bir joyga borsa O'ris olgan joylarini qarang. O'rga kimni pravitel qilganlar, kimni hukumatga, kimni propaganda qilganlar. O'sha insoniki yana bugun qalliq deydi, qalliqni hech kim o'zlarini ichiga yurgan-ku, talosh qilib yurganlar. Qalliqman deydi-ku. Nega o'zi bilmaydi. Endi qalliq ko'hna, endi nachinayish o'zlarini millat yasayotgan insonlarni hukumat o'rislar padeshka qilganlar. Bugungi Tojikiston bo'lganiga ham, bugungi yoki mana shu tojik propagandasi kitoblar boshqa propagandalarni qilishga al o'rislar olaydilar. Shuncha o'rislar katta xizmat qilganlarki bu yerga. Shuncha katta xizmat qilganlar. Turklarning ichiga bir millat yasash uchun o'rislar shuncha xizmatlar qilganlar. Hozirga davr bor yo'q yolg'on gaplarni to'qib aytadilarki, go'yoki qadim bular zo'rlar, bular u bu deb o'rislar bularni qilganlar. Ya'niki o'rislar bu narsani yasadilar. Bu narsaning paydo bo'lishiga, asl shakl olishiga va bugungi bunday bo'lishiga o'risda eng katta buni yasadi desang ham, shu ochasi o'ris bu narsani desang ham xato qilmaysan. Men isbot qilib beraman. Har birtasini isbot qilib tarixiydan beramanki, qandoq o'ris shu propagandaga katta quvvat berdi. Hattoki sarstvadan boshlab, ruskiy sarstvadan boshlab o'sha Zalatoy Ardadan keyin o'rislar kamda quvvat olishni boshlagandan keyin o'sha влияние oraga kirib, o'sha shaytonlik axbaq o'zlarini politika, siyosat, boshqa narsalarni qilgandan keyin o'sha zamondan keyin nima qildilar? Ular asta boshladilar. Ya'ni millat so'zlashdi bularning ichiga. Ya'niki bir joyga bir millat yasash kerak protiv qilish uchun. Ya'ni boshqa bir tarix yasashdi. Bir odamni olib kelib turib, sen valisan, sen alisan, sen zo'rsan, sen sho'san deb, ya'ni o'sha chendan bu programmadan yasalishni boshladi. Bugungi yasalgan narsa aynan ana o'sha programmadan kelgan, yasalgan. O'ris chotka bilaydi qalliq kaganatini va qalliq qaroxonliklarni davlatini, hukumatlarini, hammasini-ku bugunga davr o'risda arxiviga bu narsalar chotkasi bu. Lekin shularning ichidan kovlab, nabarot qilib turib, boshqa narsalarni sho'rlarga yasadiki, buni yeri buni yasashim kerak. Alini yeriga vali yasashim kerak, valini yeriga haytali yasashim kerak. Shu ertaga kelib turib tartishadi bu narsa seravno. Degan narsa bo'ldi. Shu uchun jonlarim, joning omon bo'lsin har bir qalliqdi. Tog'alaring ko'tlaringga urdi tuflamasdan. Tog'ang yeringni oldi, tog'ang nomingni oldi, tog'ang tarixingni oldi, tog'ang madaniyatingni oldi, tog'ang farhangingni oldi, hamma narsangni tog'ang
olli qo'limdan. Bugun tog'angni yoniga o'zing turib xizmat qilyotsan, toki tog'ang o'sha kirmagan qotog'ini ham ko'tinga tiqishsin qolganini ham yo'q qilishing uchun. Shuning uchun sen tog'angga mendeyin insonlar, sizlarning tog'alariga bu insonlar yoqmaydi. Seni tog'ang bugun ana shu hamma harakatini qilyapti meni o'ldirish uchun, yo'qotish uchun. Nimaga deganga? Chunki men bu narsani senga aytayotdim. Va shu yerda o'sha sen qallig'am, tamam. Shuni qanday qilaylik? Cheres sen Allohni bir bo'lo qilaylik desa, sen qallig'am shunga tog'angga yordam berishing mumkin. Biron problemasi yo'q. Shuning uchun tog'angga gap bo'lmasin. O'zbekistonda bir artist bir she'ri bor-ku, dadamni soyasiga deydi-ku. Ana senini bu she'rda saligina boshqa qilib aytgan. Yuribman deb ko'timni kerib deb tog'amni qo'yasiga de. Men shunog'in qilib yurgin ko'tingni kerib tog'angni qo'yasiga. Tog'ang itarab yuraveradi. Tog'ang hamma narsangni olib o'ziniki qiladi, tarixan. Sen bo'lsa tog'angni xizmatini qilgan. Ay o'lay senga tog'asini jiyanida. Sog' bo'l, tog'asini jiyani. Endi borlaringga shukr endi. Men o'z vazifamni qildimki, men qalliqman. Qalliq, o'sha qalliq kaganatidan, qoraxonlikdan tortib bugunga davr qalliqni tirikligini men 21-asrga men dunyoga aytdimki, biz tirikmiz, biz bormiz, bu yer bizniki, bizni tog'alarimiz sikib yurgan dedik. Qalliqlarning tog'alari sikib yurgan ko'tlariga deb men bu narsani aytdim dunyoga. Qalliqni 21-asrga tirikligini ko'rsatdimki, qalliq tirik deb. Bundan baxtga men yo'qman, borman. Sen bilasan jonim. Shu tog'alaring biladi. Hali bir xillaring o'zlaring tillaringni ham alishtirgansizlar, go'daklaringni ham tilini alishtirgansizlar. Tog'angga ham bo'lmasin, tog'asini jiyanlari yuringa tog'alaringni. O'ynatib tog'alaring. O'ynab. Yer beringa, o'ynab. Nomlarni beringa, o'ynab, tarixlarni beringa, o'ynab, madaniyatlaringni beringa, o'ynab, farhanglaringni beringa, oxirgi o'ynab, ko'tni ham berib yo'ringa ketsinmas. Nima qilasizlar sizlar? Tarixi yo'q odamga, farhangi yo'q odamga, madaniyati yo'q odamga, bilmayman, yeri yo'q odamga, yerini hammasini tartib olgan odamga shu ko't jalkadi. Ko'tni ham berib yo'ringa ketsin. Ko'ysin. Tog'alaring bo'ladi. Tog'alaring bir rohat qilsin haqqi. Shunchasini olib rohat qildi. Sizlarga shunchagina ham haq bermagan tog'alaringga. Berib qo'ying bir yursin haqqi bu tomoniga. Tog'alaring bo'ladi-ku. Tog'aga jalka emas-ku avacha. Nahot sen to'g'ri kelish. Tog'anga ko'tingni jelet qilsang, beringa ko'tlaring urib yursin. Qalliqlarim. Mana bugun sizlarni men istina aytdim. Tarixlaringni ham, shu kimliklaringni ham, shu achig'im kelgani uchun saligini qattiqrog'ini ham aytib yubordim. Tog'alarining jiyani yer sizlarniki. Hammasi. Kamg'am emas, hammasi. Bugun Tojikiston nom bor yer Selikom qalliqdi yer. Men buni dakazat qilib berdim va dakazat ham qilib beraman, qaysi kelsa. Lo'boyinan men to'yorman gapirib dakazat qilib berishga. Agar sen tog'ang quchog'iga yotmasang, to'ra kelsang, sen o'z haqqingni so'rab olasan. Yo'q, qo'rqsang agarki, gapirsam o'ldiradi desang, mana shu isbotiki, sen tog'angni agar gapidan chiqqin, tog'ang itarib yuradi. Chunki yaxshilik bilan boshingni silab itaraveradi. Agarki ovoz chiqarding, og'zingni qisib itaradi deydi-ku. Avval boshingni silab itaradi. Agar yoki ovozing chiqib qolsa, og'zi murdingni qisib itaradi. Aynan mana shu. Hozir bir tangto'raki qona haqqing talab qilgan, ko'tinga itarib yo'radi, o'ldirib yo'radi, yo'qotib yo'radi. O'ldirishdan sizlar tegligi uchun-ku jiyan-jiyanda o'zingga kulib turdilar. Chunki sen teg eding. Sen agar ovozingni chiqar, qoni jiyandan tog'ani o'rtasidagi jiyanlikni keyin men ko'raman.
qanday keyin itarganlarini men ko'raman sizlarni. Shuning uchun sog' bo'l, amalaring. Men vazifamni qildim. Men qalliqligimni qildim. Men sotilmadim, qalliqligimni sotmadim. Sizlarga o'xshab. Qolgan qalliqqa o'xshab. Hozir shunday ko'targin, 1,5 milliondan qarab qalliq chiqadi. 1,5 ming nomingni sotdinga, 1,5 ming tilingni sotdinga, 1,5 ming bilmayman boringni sotdinga. Bugun sizlar qalliqlasizlar. Sizlarga u yot bo'lish kerak. Neki vaqti keladi. Vaqti keladi, balalaringni g'ulom qiladi. Balalaringni kuchukdek qiladilar. Ana uchenga keyin aytasanki, to'xta. Nima bo'lsa seni bo'yningga o'rtadi. Bu bilasan nima uchun? Chunki sen o'zingni asta-asta qo'rqsangda, bu qalliq, Emomali qalliq, usi qalliq, busi qalliq, busi qalliq. Yo'q, Emomali qalliqdi, boshqasi qalliqdi. Men uchun pavarabon kim qalliq, kim nimadi. Bu narsa nimaga? Yomonni faqat seni bo'yningga o'rtadi. Sen indamaysan. Sen dakazat qila olmaysan. Bular oshkor seni bo'yningga o'rtaveradi. Har bir bugun 90-yil urushdi seni bo'yningga o'rtdi. Chingizxon bu tomon, Xatlon tomon aslan kelmagan. O'zlarini Chingizxonni jertvasi qildilar. O'zlarini jertva Chingizxon qildilarki, Chingizxon bu territoriyalarga kelmagan. Chingizxon Sug'dga davr kelgan. Ya'ni Chingizxon Baxlaga kelmagan. Sug'dga davr kelgan. O'zlarini Chingizxonni jertvasi qildilar. Jertva ki bulaydan Sug'dliklarni biron na genetiki, na boshqa narsa rabti bu. Hech bir qo'shilmay turgan narsa. Chingizxon Sug'dga davr kelgan. Aqa bormagan. Qandoq ular Eron va boshqa joylardan ko'chuv asta-asta kelgan insonlar, bular Chingizxonni jertvasi bo'ladi. Qardan qaysi dakazatdan bular, qaysi narsani isbot qilib beradi. Men tarixdan isbot qilib beramanki, Chingizxon bularga qo'l tegizdirgan emas, bularni tanimaydi ham kimligini. Chingizxon Sug'dga davr kelgan. Agar nima qilgan bo'lmasa Chingizxon bu Sug'dilarni qilgan. Bularni emas. Neki bugun Sug'dilarning nomini tojik qilib va o'sha Sug'dilarning jertvasini o'zlari o'shani jertvasi qilib, bugun istoriya to'qib, sen turksan, sen Chingizxonni avlodisan deb seni qo'rqitib asta-asta fintida hillala. Tuflamasdan itarib kelaverdilar ko'chinga. Har bir tangni. Shuning uchun aytsam gapim ko'p jonlarim. Shuncha aytaman-ku, ertadan kechgacha aytaman, kechdan ertaga davr aytaman. Yillab agar men tarixda bu sizlarga aytib kelsam etapni, bu narsa kamlik qiladi. Yillab. O'shaning uchun mana bu ko'ryapsan, yangalaring qanday keladilar. Mana shundoq qilib turib bir gruppasi sizlarga qo'rqituv, so'kuv, bir gruppasi boshlarini silab jiyan deb sikib keladilar. To'g'risini aytaman. Sizlarni qarosh politseyskiy, plaxoy politseyskiy qilib sikib keladilar ko'tlaringga. Yeringni oldi, nomingni oldi, kulturangni oldi, madaniyatingni oldi, hammangni oldi, asta-asta bugun kelib turib, o'sha bor nomlarni-ku o'risni bahona qilib, "Mo urusi ralishka destem" deb Qo'rg'ontepa o'risi emas. Qo'rg'ontepa bu qallig'i nom, Starichskiy qallig'i yeri. Eng qadim shu azallar bu qallig'i yeri. Hammasini men fakt asnod nomlari bilan olib kelib isbot qilib beraman. Ki bularning yeri emas. Bularga tegishli yerlar emas bular. Bular keyin keladi. Lekin bu yerga bir narsa bu, bir katta minus bu. Men sizlarga o'sha minusni aytib beraman. Eng katta minus nima bo'lganda? Minus ya'ni ko'p qalliqlar-ku ko'p deb bo'lmaydi. Neki o'sha tog'larga emas, buni pastlarga yashagan, bularning ichiga qolib ketganlari ko'pi, hammasi tillarini yo'qotib ketdi, o'zlarini ham yo'qotdi. Xiyol qiladilarki, ular tojiklar deydi o'zlarini. Nimaga deganda, Moskovskiy Farxorga
Men ko'p qalliq xeshlarim bo'ldi. Bir marta borganman uylarga. Ayni otalari biladi qallig'ini-da, gapiradi sali-sali. Go'daklari bo'ldi. Gapirib salom alaykum qilib qanoqsan jonim deb nima qilib otalarini so'rasa, otasi ham tutala qalliq gapiradi. O'shaning bobolari, otalar deganga bobolarini balalari-ku вообще bilmaydi. Nevaralari endi-da, mayda-mayda nevaralari bu. Gapirib nima qilib o'tirsam, go'daklar kota endi mayda emas, aytsanki maydagina go'dak deb. O'sha nevaralari qari menidan teng endi. O'sha chenga 18-19 yoshdagi bachalar-da. Kota bachalar. Toza otasi ham qalliq, ochasi ham qalliq, 7 pushti qalliq. O'sha kota bachalar o'sha ular вообще bilmaydilar. Nima deydi? Qaro aytadi. Boboy qallig'i xesh momeshava deydi. Men padanalat sen dedim, reshan 7 pushtin qalliq dedim. Seni ochan qalliq, otan qalliq, bobon qalliq, moman qalliq, hammasi qalliq dedim. Nima bu go'daklaring aytmaysizlar? Yoki sovetskiy royonning ichiga qolib ketgan bir ikkita qalliqlar bor edi. Borsan tojiklaydilar. Aytay qallig'i xeshim olmashava deydi. Sen o'zing qalliqsan. Chunki mana shunog'in o'zini yo'qotgan qalliqlar ham bor. O'zini yo'qotganlar. Asta o'sha endi bundan allingilari taram qancha o'zini yo'qotganlar. G'irt yo'qotib ketganlar. Endi men buni endi axrongi o'sha o'zimni 16-17 yoshdagi yoshlarimga o'sha xeshlarimnikiga borib qolganman, ko'rib qolganman. Yoki xuddi Voseni royonni o'zini ichiga. Royonni ichiga o'zimni uzoq ketmayman, amakimni balalari ki ular ko'chib royonga ketganlar. Royonni ichiga yashaydilar. O'zim amakim balalari qallig'ini bilmaydilar. Ular bilmaydilarki ular qalliqlar. So'rayman, bilasan sen qalliqsan desam kuladi. Nima tojikim deydi. Men pat seni o'tan qalliq, o'tang men amakim bo'ladi. Ochan qalliq, hamon qalliq, qanoq sensan? Kuladi. Kelib otasidan so'rayapti, "Otama qallig'im" deydi. Ota qallig'i deydi. Balasi bilmaydiki otasi tojikdi yo'q qalliq. Bilasizlarmi? Yana munog'in aralashib ketgan ki kelib asta-asta o'sha oralarga qolib ketgan. Nasamim deydi. U biron sho'qliq joyi yo'q. O'zim amakim balalari bilmaydi qalliqligini. Kotalari biladi. Mana kichkina o'zi amakim nevaralari, ochalari ham qalliq, otalari ham birontasi bilmaydi amakim nevaralariki. Chunki amakim balalari tojiklik gapiradilar ro'yonga. Uning nevaralari hamma so'zlarini tojik deb biladilar. Bunoq aralashib ketgan qalliqlar, qalliqdan tojik bo'lib ketgan qalliqlar, bular ham kammaslar. Bular ham kammas. Agar genetikalarini olib qarasang, bular ham o'zi tag'in bir 500 ming, 600 ming yana aynan mana shu holatdan kelib chiqayotgan o'zini tojik deb yurgan. Yoki asli agar ota bobolarini surib kelsang, shunday qarab kelasan, ha bu mana bu falonini, bu qalliq kelib chiqadi. Ya reshasi keladi, qalliq chiqadi, faqat kelib yura aralashib ketgan. Bunog'ini ham orasiga bu. Sog' qo'l qallig'im, tog'asini jiyani, tog'alaring xizmatini qilib yuringlar. Ki tog'alaring sizlarni aqalan qalliq millat deb pasportlaringga yozishga haq bermagan. Yo bir oblastda aqalan shu oblast qalliq oblasti deb sizlar nomiga qo'ymagan oblast. Bilasan? O'zi asl o'zing qalliq, noming arabi, familiyang o'risi, bilmayman nima bo'lib qolgansan. Hech kim bo'lgansan-da bu dunyoda. Sog' bo'l. Yo'q qalliqlarga. Birta ko'ruvchiga. Nomuslaring bo'lsa, o'tirib fikr qiling bu narsaga. Nomuslaring bo'lmasa agar, tog'asini jiyani bo'lib yuravering.